Niyatning kuchi. Valeriy Sinelnikov. Orzu va istaklarni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Ong osti sirlari. 4-qism. Bir tanishim o'zining bo'lg'usi ish joyini juda aniq va batafsil tasavvur qildi. O'zimni kabinetda kompyuter oldida ko'ryapman, deydi u ko'zini yumib. Chapda deraza, yuzimda mamnuniyat. Internet sahifasidan nimanidir o'qiyapman. Qancha maosh olmoqchisan? So'rayman undan. O'zimni maosh oladigan kunda ko'ryapman. Qo'limga pulni olyapman. Qaytadan sanab chiq. Pul miqdori seni qanoatlantiradimi? Tamoman. Birmuncha vaqtdan so'ng men uni uchratdim. Ishonasanmi? Deydi to'lqinlanib. 1 oy oldin ishga joylashdim. Ayrim mayda chuydalarni hisobga olmaganda kabinet aynan o'zim tasvirlaganday. Bugun esa oylik oldim, pul aynan tasavvur qilganimcha. Usuling ish berar ekan. Albatta. Nima, shubhang bormidi? Hech qanaqa. Unda sendan bir ziyofat hazillashaman men. Bugun kechqurun mehmon bo'lib kel, deydi u. Biz qo'l siqishamiz va kechqurungacha xayrlashamiz. Hayotdagi bunday lahzalar doim yoqimli bo'ladi. Nima uchun kelajakda maqsadiga erishgan va niyatingizning amalga oshishi beradigan xususiyatlarga ega bo'lgan o'z obrazingizni yaratish muhim. Bunda juda chuqur ma'no bor. Agar siz shunchaki buyum yoki pulni tasavvur qilsangiz, sizning energiyangiz bu narsalarga, oxir-oqibatda esa bu narsalarning orqasida turgan kishilarga ketib qoladi. Shu sababli siz ularga tobe bo'lib qolasiz. Aynan shu tarzda odam pul, narsa va g'oyalarning quli bo'lib qoladi. Sharqda ajoyib bir hikmat bor. Fikr qayoqqa yursa, energiya ham o'sha yoqqa yuradi. Energiya qayoqqa yursa, qon ham o'sha yoqqa yuradi. Ko'pchilik odam shunday yo'l tutadi. Vizualizatsiyaga doir ayrim kitob va qo'llanmalarda ham aynan shunday ko'rsatmalar beriladi. Qo'lga kiritishni istagan narsangizni yorqin va aniq obrazini yarating deb maslahat beriladi ularda. Endi esa bu obrazga ijobiy tuyg'ularingizni, ya'ni energiyangizni baxsh eting. Shundan so'ng albatta istagan narsangizga erishishingizga ishoning. Buni o'zingizga har kuni uqtiring. Bu g'oya yoki buyumga qaram bo'lish yoki doimiy ravishda kishining hafsalasini pir qilishga olib keladigan tipik ko'rsatma. Men ham yorqin va aniq obraz yarating deyman. Biroq bu o'z obrazingiz bo'ladi. Bu holda siz o'z olamingizda xo'jayin bo'lib qolaverasiz. Tashqi olam esa niyatlaringizni amalga oshirishga shunchaki yordam beradi. Siz esa unga yordam berasiz. Siz o'zingizga kerak bo'lgan narsani qo'lga kiritgan o'z obrazingizni yaratsangiz, energiyangizni yo'qotmaysiz. Aksincha, har bir qadamingiz, har bir yutug'ingiz bilan uni ko'paytirib borasiz. Siz yo'lingizni ishonch, xotirjamlik, quvonch kabi hislatlar asosida qurasiz va ong osti aqlingizga ijodkorlik ko'rsatishiga imkon berasiz. Siz erkin bo'lasiz. Faqat siz va yo'lingiz bor. Ongni kengaytirish uchun mashq. Bu mashq o'z niyatingizni aniq tasavvur qilishingizga va ongli idrok qilishingizni sezilarli darajada kengaytirishga yordam beradi. U bir necha bosqichda bajariladi. Birinchi bosqich. O'z hayotingizdagi biror voqeani faqatgina vizual atamalarni, yorqin, ko'rmoq, qaramoq, rang, ko'rinmoq kabi so'zlarni qo'llab tasvirlang. Masalan, siz teatrga borganingizni tasvirlaysiz. Zalga kirganimda bir talay odamni ko'rdim. Hamma juda chiroyli, tantanavor kiyingan edi. Yorug'lik ko'p edi. Ulkan projektorlar sahnani yoritib turardi. Men 4-qatordagi joyimni ko'rib unga o'tirdim. Shundan so'ng yon atrofimga qaradim. Devorlarga katta suratlar osilgan edi. Ikkinchi bosqich.
Endi o'sha vaziyatni faqat audial, eshitishimizga oid atamalarni qo'llab tasvirlang. Zal juda shovqin edi. Odamlar bir-biri bilan gaplashardi. Ayrimlar baland ovozda, ayrimlar boshqalarga xalal bermaslik uchun past ovozda gapirardi. Qulog'imga uzuq-yuluq jumlalar eshitilardi. Men boshqalarning suhbatiga quloq solib o'tirmay, diqqatimni musiqaga qaratdim. To'satdan qo'ng'iroq chalindi. So'ng yana bir marta zal darrov jimib qoldi va odamlar tezlik bilan joylariga borib o'tira boshladi. O'rindiqlarning g'ijirlashi eshitilib turardi. 3-bosqich. Endi faqat kinestetik, ya'ni tuyg'ularingizni bildiruvchi atamalarni qo'llang. Joyimda o'tirib, vaziyatning butun tantanavorligini his qilardim. Men tomoshaga kelganimdan xursand edim. Men his qilayotgan quvonchni biror narsa bilan qiyoslash qiyin edi. O'zimni yaxshi va yengil his qilardim. Menga tekkan joy ham qulay edi. U baxmal mato bilan qoplangan bo'lib, uni silash yoqimli edi. Menga uning ustidan qo'limni yurgizib, bu tuyg'ularni qayta his qilish yoqardi. 4-bosqich. Endi esa har uchala sistema, ham ko'rish, ham eshitish, ham kinestetik sistemadan foydalaning. Zal juda chiroyli va tantanavor edi. Musiqa yangrar, sahna har tomondan yoritilgan, odam ko'p, erkak va ayollar juda chiroyli kiyingan. Men o'zimni juda yengil va xursand his qilardim. Axir men teatrni yaxshi ko'raman-da. Odamlarning tomoshani kutib hayajonlanayotgani ko'rinib turardi. Ayrimlar guruhlarga bo'linib, baland ovozda nimanidir muhokama qilardi. Boshqalar o'rindiqlarida jim va xayol surib o'tirardi. Birdan qo'ng'iroq chalindi va men joyimga o'tirishga qaror qildim. O'tirganimda kresloning juda qulayligini sezdim. Joyim ham juda yaxshi edi. Butun sahna ko'z o'ngimda turardi. Mening omadim keldi. Endi shu ishni niyatingiz bilan qiling. Uni har bir tasavvur tizimida batafsil tasvirlang. Niyatim amalga oshganda nimani ko'raman, nimani eshitaman, nimani his qilaman. Shundan keyin to'liq manzarani hosil qilish uchun uchala tizimni birlashtiring. Niyatingiz sizni harakatga undashi kerak. Niyatingiz sizni harakatga keltirishi uchun juda kichik va arzimas bo'lib ko'rinishi mumkin. Masalan, siz o'z oldingizga diplom ishini yozib tugatishni maqsad qilib qo'yasiz. Biroq siz doim bu ishni oxirgi paytga qoldirasiz. Biroq bilasizki, aynan oxirgi paytda vaqt yetmay qoladi. Bu niyat sizni unchalik o'ziga tortmaydi. U holda buning kengroq, muhimroq va jozibaliroq niyatga qanday bog'liqligini o'ylang. Masalan, siz diplom ishini belgilangan muddatdan ancha oldin tugatsangiz, bahor va yoz oylarida o'zingiz uchun ancha vaqtni tejashga muvaffaq bo'lasiz. Siz bu vaqtni dam olishga, ko'nglingizga yaqin kishi bilan muloqotga bag'ishlashingiz mumkin. Bundan tashqari shoshilish va asabiylashishga hojat qolmaydi. Shunday qilib siz nafaqat vaqtingizni, balki sog'ligingizni ham tejab qolasiz. Eng muhimi, siz ana shu ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan ishga kengroq natijadan kelib chiqadigan ancha katta g'ayrat bilan kirishasiz. Niyatingizni yaratuvchi energiyangiz bilan, ya'ni yoqimli tuyg'ularingiz bilan to'yintiring, toki u sizni harakatga undasin, ortidan ergashtirsin. Buning uchun o'zingizga quyidagi savollarni bering. Bu menga nima uchun kerak? Bu chindan ham menga zarur narsami? Niyatim amalga oshsa, bu menga qanday yoqimli va foydali narsa beradi? Atrofimdagilarga-chi? Bu men va atrofimdagilarning hayotini yaxshilaydimi? Bu orzuimni amalga oshirishga yordam beradimi? Bizning niyatlarimiz faqat qanaqadir moddiy boyliklar, uy, kvartira, mashinalar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Bu yangi aloqalar yoki qandaydir qimmatli ichki hislat bo'lishi mumkin. Undan ham yaxshisi, sizni hayotda hamma narsa qiziqtirgani ma'qul. O'zingizga nima uchun degan sehrli savolni berishni o'rganing. Kattaroq niyat. Bu menga nima uchun kerak?
Niyatim amalga oshsa bu men va atrofimdagi kishilarga nima beradi? Istalgan holat. Niyatingiz siz intilayotgan natija. Istalgan natijani qo'lga kiritganimni qanday qilib bilaman? Maqsadimga erishganimda nimani ko'raman, eshitaman yoki his qilaman? Bu niyatni amalga oshirish menga nima uchun kerak? U menga nima beradi? Bu mening inson sifatida rivojlanishimga yordam beradimi? Bu mening oilam, vatanim, butun olamga qanday foyda keltiradi? Bu meni orzuyimga yaqinlashtiradimi? Keng miqyosda fikrlashga harakat qiling. Bu bilan siz niyatingizni amalga oshirish uchun ko'proq kuch va energiyani jalb qilasiz. Sog'liq yoki muhabbat kuchli turtki bo'lib xizmat qilishi mumkin. Juda ko'pchilik odam sog'lig'iga real xavf tug'ilgandagina chekishni tashlashga ahd qiladi. Ayrim ayollar esa ishqiy munosabatlar davridagina ozish va o'ziga qarashni boshlaydi. Bir kuni bir tanishimnikiga borsam, u kvartirasini yig'ishtiryapti. Bir qarashda buning hech bir ajablanarli joyi yo'qday edi. Biroq u uchun bu favqulodda voqea edi. Gap shundaki, tanishim ashaddiy bo'ydoq. Kvartirasini ham yarim yilda bir yig'ishtiradi. Yig'ishtirishlar oralig'ida kvartiraning ahvoli qanday bo'lishini tasavvur qilavering. Oxirgi marta u 3 oy oldin yig'ishtirgan edi. O'shanda ham og'ir bronxit bilan og'rigandan keyin shifokor unga agar bu changlarni artmasa, uning kasali bronxial astmaga o'tishi mumkinligini aytgan. Shuning uchun uni supurgi va latta bilan ko'rganimda qandaydir favqulodda hodisa yuz berganligini angladim. Slava, senga nima bo'ldi? So'rayman men. Ikkitadan bittasi, yo kasal bo'lib qolgansan yoki e'tiborli mehmonlarni kutyapsan. To'g'risi ikkinchisi, javob berdi u. Yaqinda bir chiroyli grek qiz bilan tanishdim va uni mehmonga taklif qildim. Aytgancha u tez orada keladi, shu uchun mahmadonalik qilguncha supurgini oldi, yig'ishtirishga yordam ber. Kuch doim mening ichimda. Sizda niyatingizni amalga oshirish uchun zarur imkoniyatlar bormi? Albatta bor. Umuman olganda insonda barcha kerakli narsa bor. Axir u Xudoga o'xshatib yaratilgan. Xudo bizga tug'ilganimizdayoq hamma narsani bergan. Kuch doim sizning ichingizda. Tayanch nuqtasi esa doim hozirgi lahzada joylashgan. Faqat ana shu imkoniyatlarga yo'l topish kerak. Buning uchun o'zingizdan shunday deb so'rang. Niyatim amalga oshishi uchun menga nima kerak? Buni juda chuqur o'ylab ko'ring. Imkoniyatlar tashqi va ichki bo'lishi mumkin. Ichki imkoniyatlar. Bu masalan ijobiy kayfiyat, kuch, ishonch, muhabbat, sizning o'ziga xos qobiliyat, bilim va iqtidoringiz. Fe'l-atvoringizning yaxshi tomonlari, ichki imkoniyatlar odamga ajdodlarining diyonati va karmasiga bog'liq holda u dunyoga kelganida beriladi va o'z ustida ishlash orqali qo'lga kiritiladi. Masalan, sizga chiroyli, sog'lom va aqlli farzandlar tug'ib beradigan chiroyli, sadoqatli va ishonchli, ishq muhabbati qaynab turgan va epli, beozor va quvnoq xotiningiz bo'lishini xohlaysiz. Biroq sizning xotiningiz doim erkak sifatida sizga mos bo'ladi. Shuning uchun o'zingizda juftingiz aks ettiradigan xislatlarni rivojlantira boshlang. Hatto siz uylangan bo'lsangiz, munosabatlaringiz ko'ngildagidek bo'lmasa ham, o'zingiz o'zgara boshlasangiz, xotiningiz ham o'zgaradi. Shunda oilangizda uzoq kutilgan uyg'unlik va muhabbat qaror topadi. Tashqi imkoniyatlar, pul, buyumlar, aloqalar bo'lishi mumkin. Bu faqat ichki holatingizga emas, balki sizning moddiy olamdagi aniq xatti-harakatingizga ham bog'liq. Niyatim amalga oshishi uchun menga nima kerak degan savol oldingizda bir nechta aniq vazifani yoritib ko'rsatadi. Niyatingiz amalga oshirsa bo'ladigan o'lchamlarga ega bo'lishi kerak. Bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Ayrim odamlar o'z oldiga shunchalik noaniq va olamshumul maqsadlarni qo'yishga moyilki, ularni amalga oshirish uchun bir nechta umr kechishi mumkin. Sizning niyatingiz amalga oshirsa bo'ladigan o'lchamlarga ega bo'lishi kerak. U juda katta bo'lishi mumkin. U holda uni bir nechta kichikroq, oson erishiladigan maqsadga bo'lish lozim. Masalan, siz mashina sotib olishga qaror qildingiz.
Niyatingizni aniq ifodalab bo'ldingiz. U sizga nima uchun kerakligini bilasiz. Mashinaning qaysi markasini olishni istashingizni, uning qaysi rangda bo'lishini bilasiz. Siz o'zingizni kalit va kerakli hujjatlar bilan mashina oldida turgan baxtli va mamnun avtomobil egasi sifatida tasavvur qilib bo'ldingiz. Endi o'zingizga savol berasiz. Niyatim amalga oshishi uchun menga nima kerak? Kattaroq niyat. Bu menga nima uchun kerak? Niyatim amalga oshsa bu men va atrofimdagi kishilarga nima beradi? Istalgan holat niyatingiz siz intilayotgan natija. Istalgan natijani qo'lga kiritganimni qanday qilib bilaman? Maqsadimga erishganimda nimani ko'raman, eshitaman yoki his qilaman? Oson erishiladigan kichikroq maqsad. Niyatim amalga oshishi uchun menga nima kerak? Mana bu yerda hech bo'lmaganda ikkita ayon vazifa namoyon bo'ladi. Birinchisi bu uchun pul kerak. Ikkinchisi mashinani haydab bilish kerak. Shunchaki haydovchilik guvohnomasini olish kerak. Biroq menga ishonavering, bular muammo emas. Muammolarni maqsadga aylantiring. Mashina olish uchun pul ishlab topish va guvohnoma olish. Muammo umuman mavjud emas yoki boshqacha qilib aytish mumkin, muammo miyamizda mavjud. Har qanday muammo noto'g'ri ifodalangan niyatdir. Yaxshi kerakli miqdordagi pulni qanday topish mumkin? Balki ishni o'zgartirish yoki qo'shimcha daromad manbai topish kerakdir. Mana endi boshqa maqsad namoyon bo'ldi. Ehtimol birinchi qadamingiz aniq o'lchamga ega bo'lib, kirishni boshlaguningizgacha siz niyatingizni bir necha marta qayta ifodalashingizga to'g'ri kelar. Mashhur iborani eslang. 1000 chaqirimlik yo'l ham birinchi qadamdan boshlanadi. Hozir men sizga 20 yil oldin bo'lib o'tgan bir voqeani aytib beraman. Bir erkak juda ham mashina sotib olishni xohlardi. Uning istagi shunchalik kuchli ediki, hatto tushida ham o'zini mashina yonida ko'rardi. Bu qora rangli ajoyib Volga edi. Bu erkak metropolitenda ishchi bo'lib ishlar va bu ishda ishlab bunday mashinani sotib olishiga ko'zi yetmasdi. Ehtimol 10 yildan keyin olish mumkindir. Unda ham faqat makaron yeb kun ko'rsa. Shuning uchun u hammasini astoydil taroziga solib ko'rib, ishdan bo'shadi va shimolga ketdi. 1,5 yildan so'ng uning orzusi ushaldi. Yo'lingiz sizga quvonch keltirishi kerak. Kelajakda erishadigan niyatingizni ifodalab, siz hozirgi kunda o'z oldingizga vazifa qo'yasiz va aksincha hozirgi kundagi har qanday muammo kelajakdagi niyatga aylantirilishi mumkin. Niyatingizdan amalga oshishi bu hozirgi holatingizdan istalgan holatga qilinadigan sayohatdir. Bu sizning hayot yo'lingiz. Tasavvur qilingki, bu yo'lda sizni chiniqtirib, kuchliroq qiladigan qiziqarli va yengib o'tsa bo'ladigan to'siqlar chiqadi. Sizga qandaydir yangi narsa o'rgatadigan va mukammallashishingizga yordam beradigan odamlar uchraydi. Yo'lingiz sizni rivojlantiradi va yaqinlaringiz, vataningiz hamda butun olamga foyda keltiradi. Sizda shu sayohatni amalga oshirishga istak bo'lishi lozim. Siz maqsadingiz erishib bo'ladigan maqsad ekanligiga va u erishishga arzishiga ishonishingiz kerak. Hayotda albatta sizni qiziqtiradigan va odamlar hamda tabiatga manfaat keltiradigan ish bilan shug'ullaning. Men ko'pincha mijozlarimga shunday deyman. Sizning kasalligingiz yoki boshqa har qanday muammoingiz sizni shaxs sifatida rivojlanishdan to'xtaganingizni anglatadi. Hayotingizda nimanidir o'zgartirish payti keldi. Ko'pchilik e'tiroz bildiradi. Nima deyapsiz, doktor? Biror narsani o'zgartirishga endi kech, yoshimiz o'tib qolgan. Bunday holda men ularga hayotda bo'lgan bir necha voqeani aytib beraman. Bir erkak keksalik yoshiga yetganida ajdodlaridan turli kasalliklarni davolash retseptlari yozilgan bir daftarni meros sifatida oladi. U bu retseptlarni o'zi va yaqinlarida sinab ko'radi. Keyin boshqa odamlarni davolab ko'radi va bu yaxshi natija beradi. Bir qancha vaqtdan so'ng uning nomi shahri, viloyati va respublikasidan tashqarida ham mashhur bo'lib ketadi. Uning oldiga butun sobiq ittifoqdan odamlar kela boshlaydi va darvozasining oldida har kuni katta navbat hosil bo'ladi. Vaholanki u bir umr tikuv mashinalarini
tuzatadigan usta bo'lib ishlagan edi. Yaqinda men juda qiziq odam bilan tanishdim. U butun umrini fizikaga bag'ishlagan. Ko'p yillar universitetda kafedrada ishlagan. Jamiyatda ma'lum mavqega erishgan. 60 yoshdan oshganida insultni boshdan o'tkazgan. Bir jurnalda hujayralarning kislorodga zoriqish va uni bartaraf etish yo'llari haqida o'qib, bo'sh plastmassa idishlardan havo aralashmasini karbonat angidrid gazi bilan boyitadigan maxsus asbob giperkapnikator yasagan. Uni o'zini davolagan, ko'p odamga yordam bergan. Bu g'oya uni shunchalik qiziqtirib qo'yganki, u anatomiya, fiziologiya va boshqa meditsina fanlarini o'rganishga qaror qilgan. Buni qarangki, u yana bir marta oliy ma'lumot olish uchun 69 yoshida talaba bo'lgan. Bir kun u menga shunday dedi: "Men o'zimni shunchalik yaxshi his qilyapmanki va bu narsalar men uchun shunchalik qiziqki, men yana 30 yilcha, balki undan ham ko'proq yashamoqchiman. Olam sizga boy va baxtli hayot kechirishingiz uchun son sanoqsiz imkoniyatlarni taklif qiladi. Biroq odamlar o'zini cheklashga o'rganib qolgan. Ko'p odam hayotiy energiyaning juda past darajasida yashaydi. Biroq ular bundan unchalik azob chekmaydi, chunki haqiqiy ijodiy hayot haqida unchalik ma'lumotga ega emas. Sizga maslahatim, o'z yoshingiz va ma'lumotingizga ahamiyat bermang. Siz borayotgan yo'l sizga og'riq va azob keltirayotgan bo'lsa, zudlik bilan uni tark eting. Sizning yo'lingiz sizga quvonch keltirishi kerak. Yana bir muhim shart: qiziquvchanlik va hayratlanish holati. Nima uchun kichkina bolalar hamma narsani osonlik bilan o'rganadi? Chunki ular uchun bu dunyodagi hamma narsa yangi va ular biror narsani bilmasa, ahmoq bo'lib ko'rinishidan qo'rqmaydi. Esingizdami? Men odamlarning eng katta fojiasi ularning bu olamga sir deb qaramay qo'yganligida deb yozgan edim. Shuning uchun qiziquvchan bo'ling va hayratlanishdan to'xtamang. O'ylaymanki, siz nimani xohlashingizni aniq tushunib oldingiz.